Assalomu alaykum. 8-martga necha pul sarflashni rejalashtiryapsiz? Ertaga 8-martda. Nos qolmabdi-ku, nos. Sizlar 8-martda gapirasizlar. Nosga pul yo'q, nosga. Yaqindagina 14-fevral bo'ldi, bor-ku. 14-fevral, 8-mart bu yog'iga hayit. Shu bizga ham bir erkaklarga pul berish degan bir bayram o'ylab topsanglar zo'r bo'lardi deb bor-ku. Biz erkaklar ham bir mazza qilib pul olib xursand bo'lardik. Xo'p, o'rtoqlar kirib kelayotgan 8-mart ayollarimizni hammasini tabriklayman. Elparvar JM Avtoga kelasizlar o'rtoqlar. Istagan mashinanglarni bir dona pasport evaziga olib ketish imkoniyatiga egasizlar. Umuman muammo yo'q. Qaranglar, 1,5 ming dollardan boshlab Spark, Cobalt, Gentra ketdi. Narxi o'ziga qarab ketaveradi. Nomerlar profillarda bor, bemalol telefon qilaverasizlar. Undan tashqari, ko'rasizlar, Toshkent shahriga eski mashinalarni kirgizmaslik masalasida ogohlantirishlar va qarorlar chiqib ketdi. Bizda undan muammo yo'q. Meni yurgan eski mashinanglarni bizga olib kelsanglar, o'rtoqlar, biz sizlarga uni yengilab beramiz. Xohlasanglar, yaxshi pulga sotib olamiz. Aldovlasiz, mashinniklik qilmasdan, narx o'ynatmasdan bozor narxida qilamiz. Elparvar JM Avtoga kelaverasizlar, hammasi chotki bo'ladi.